2021-yildan boshlab barchamizga yaxshi tanish bo'lgan Winnie Pooh personajining avtorlik huquqlari umumiyga aylandi. Ya'ni bundan keyin har kim ham u haqida film suratga olishi mumkin. Va shunday bo'ldi ham. Winnie Pooh Qon va asal nomli horror filmi Just Edgy Production tomonidan 2022-yilda bizga taqdim etildi. Quvnoq ayiqning qanday qilib vahshiylashishi ko'pchilikka qiziq bo'ldi shekilli, ushbu filmdan studio kutilganidan ancha ko'proq foyda ko'rdi. Shu sababli ushbu filmning sequeli, shuningdek BMW va Peter Pan haqida ham horror filmlarini ishlab chiqarishga qaror qilishdi. Demak, bugungi videoda mitti beozor ayiq Winnie Poohni qanday qilib vahshiylashishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Barchasi bizga yaxshi tanish bo'lgan Christopher Robin bilan boshlanadi. U yoshligidan o'z do'stlari hisoblanmish Winnie Pooh, Eshakvoy, Yo'lbarsvoy, Quyonvoy va Kuchukvoy bilan birgalikda vaqtini maroqli o'tkazardi. Christopher ularga yaxshi ko'rishini va ularni hech qachon tark etmasligini aytardi. Lekin vaqt o'tgan sari Christopher ulg'ayadi va o'rmonni tark etib shaharga o'qishga boradi. Uning do'stlari esa bunga ko'nika olmaydi, chunki u hech qachon ularni tark etmasligini aytgandi. Shundan so'ng ular o'rmonda yolg'iz qolib ketishadi. Qishda ular och qolishadi va o'z do'stlari eshakni yeyishga majbur bo'lishadi. Ushbu voqeadan keyin Christopher Robinning do'stlari u bilan bo'lgan do'stlikni unutishadi va odamlarga qarshi urush e'lon qilishadi. Ushbu voqeadan 5 yil o'tdi. Christopher Robin ancha ulg'aygach, Mary ismli qiz bilan aynan o'sha o'rmonga do'stlari oldiga qaytishadi. U Maryga ular haqida gapirib berganida Mary ishonmaydi, lekin Christopher Robin ularni topishiga ishonch komil edi va qizni yalinishlariga qaramay ushbu tashlandiq o'rmondan ularni topmaguncha ketishni istamaydi. Ular o'sha yerdagi tashlandiq uyda kech kirguncha uxlashga qaror qilishadi. Kech kirganda esa Kuchukvoy paydo bo'ladi va qizni zanjir yordamida bo'g'ishni boshlaydi. Christopher unga bunday qilmasligini, ular do'st ekanligini tushuntirmoqchi bo'ladi, lekin u qizni o'ldiradi. Shunda Momoqvoy, ya'ni Winnie Pooh ham paydo bo'ladi. Christopher ularni nega bunday ishni qilayotganliklarini so'raydi, lekin ular Christopherni do'pposlab sudrab olib ketishadi. So'ngra filmning titrlarida ushbu o'rmonga kirgan odamlar yo'qolib qolayotganligi va jasadlarigina topilayotganligi yoziladi. Film voqealari esa Maria ismli qiz tomon buriladi. U o'z hayotidan norozi edi. Ishdan ensasi qotgan Mariaga psixolog dam olish uchun biror joyga borishni maslahat beradi. U psixologning maslahatini olgan holda o'z dugonalari bilan uzoqroq joyga dam olish uchun mashinada jo'naydilar. Yo'lda boshqa yoqilg'i shoxobchasi qurib qolganidek tashlandiq horror shoxobchaga to'xtaydilar. Qiz ichkariga kirganida u yerda notanish erkakni ko'radi va bu yer ishlamasligini sezib ortga qaytadi va bu yerdan tezda surib qoladi va dugonalari bilan aynan o'sha qotilliklar bo'layotgan o'rmondagi dachaga kelishadi. Qiziq, nahotki ular televizor va jurnaldagi qotilliklardan xabari bo'lmasa. Qizlar mazza qilib uyda hordiq chiqarayotgan bir paytda ulardan biri tashqariga chiqqisi kelib qoladi va o'rmonda Winnie Poohni ko'rib qoladi. Winnie uni quvlashni boshlaydi. Qiz esa qochib garajga yashirinishga muvaffaq bo'ladi. Winnie uning ortidan izlab keladi. Qiz esa endi qochaman deganida Winnie uni tutib go'sht maydalagishdan o'tkazib yuboradi. Shunday qilib Winnie Pooh uchun kechki ovqat kotlet bo'ladigan bo'ldi. Shundan so'ng Winnie Pooh o'z uyiga qaytadi. U yerda esa Christopher Robin hali ham tirik ekanligini ko'rishimiz mumkin. U Winniega odamlarni o'ldirish mumkin emasligini tushuntirishga harakat qiladi. Winnie esa uning do'stidan qolgan suyaklarni uning oldiga qo'yadi va Christopherni savalay boshlaydi. Bu paytda esa qizlardan biri blogger bo'lganligi uchun qayerga bormasin o'zini rasmga olardi. U basseynda cho'milayotgan paytda o'zini rasmga oladi va rasmlarni tekshirayotgan paytida uning ortida kimdir turgandek tuyuladi. U atrofga qarab bu yerda kim bor deb so'raydi, lekin hech kim ko'rinmasdi. Keyin esa u hech narsa bo'lmagandek basseynga yana qaytadi. Shunda uning ortidan Winnie va Cho'chqavoy paydo bo'ladi va uni olib ketishadi. Bu safar qizni yo'q qilish uchun mashinadan foydalanishadi. Cho'chqavoy qizni ushlab turadi. Winnie esa gazni bosadi va qiz halok bo'ladi. Uning qichqirig'ini eshitgan qizlar u yerga yetib kelishadi va boshi majaqlangan qizni ko'rib dahshatga tushishadi va qon bilan yozilgan oynadagi yozuvni ko'rishadi. Qizlar bu ishni kim qilgan bo'lsa ham u hozir uyda deb aytishadi. Mashinaga minib bu yerdan qochishni o'rniga ular ichkariga kirishga qaror qilishadi va uyning ichida to'da bo'lib yurib qurol izlashadi. Shu payt Winnie Poohga ko'zlari tushgan qizlar qo'rqib ketishadi va uyning har burchagiga tarqalishadi. Ulardan biri juda qattiq qo'rqib burchakka o'tirib olganida dugonasi unga qochish kerakligini aytadi va o'zi bilan oladi. Ular uydan qurol topib Winnieni otmoqchi bo'lganliklarida masofa uzoqlik qiladi.
qiladi va qizlar bu ishni qilish uchun birinchi qavatga tushishadi. Boshqa tomondagi qizlarni esa Cho'chqavoy kutib oladi. Ulardan biri suvga tushib ketganida Cho'chqavoy uning ortidan suvga kiradi va qo'lidagi quroli yordamida boshini yorib tashlaydi va ikkinchisi tomon yurishni boshlaydi. Ikkala manyak qizlardan birini olib ketayotganliklarida qolgan qizlar ularning ortidan uylarigacha ta'qib qilib borishadi. Winnie Puhning qorni ochib asal yeyayotganida o'g'irlangan qizning qichqiriqlari unga yoqmaydi va uni basharasini shapaloq yordamida buzib qo'yadi. Shunda qolgan qizlar uyga kirganlarida u yerda bog'langan Kristoferni ko'rishadi. Kristofer ularga qochishni aytadi, lekin qizlar uni arqondan ozod qilishadi. Shu payt asrdagi qizning qichqirig'i eshitiladi. Ozodlikka chiqqan Kristofer qizlarga uni qutqarishga borishini aytadi. Qizlar u yerga borgach, uni ozod qilishadi va u o'zini oynada ko'rgach, basharasini bu ahvolga keltirgan manyaklarni o'ldirmaguncha bu o'rmondan ketmasligini aytadi. Qo'liga qurolni olgan holda o'rtaga chiqadi. Cho'chqa ham duelga tayyorlanadi va qiz unga qarata tepkini bosganida qurolda hech qanday o'q bo'lmaydi va shu payt uning ortidan Winnie Puh keladi va uni o'ldiradi. Qolgan qizlar esa uni ko'rib o'rmon tomon qochib ketishadi, lekin bittasi chetga berkinib Cho'chqavoyni quvol bilan yaralaydi va uni bog'laydi. Winnie Puh qizlarni ortidan ketganidan foydalangan qiz uning sherigini anchagina do'pposlaydi, lekin uning ovozi Winnie Puhni shu tomonga jalb qiladi va Winnie do'stini qutqarish uchun qizni og'zidan orqa tomoniga darcha ochib qo'yadi va qolgan ikkita qizni quvlab ketadi. Qizlar o'rmon tomon qochayotganlarida u yerda mashinani ko'rib qolishadi. U yerdagi yigitlarga Winnie Puh kelayotganligini, qochishlari kerak ekanligini aytadi, lekin ular bunga ishonishmaydi. Lekin Winnie Puhni ko'rgach barchasi o'zgaradi. Yigitlar uni o'rab olishadi va birin-ketin qurol yordamida urushni boshlaydilar. Lekin bu zarbalar Winniega hech ham ta'sir qilmasdi. Shunda Winnie xalq rejimini yo'qadi va ularning barchasini birin-ketin shafqatsizlarcha o'ldiradi. Qolgan ikkita qiz buni ko'rgach mashinada qochishga harakat qilishadi, lekin Winnie ularga xalaqit beradi. To'xtagan mashinadan ulardan birini sudrab chiqadi va o'ldiradi. Ikkinchisini ham o'ldiraman deb turganida Kristofer Robin yordamga keladi. Kristofer mashina yordamida manyakni bir necha daqiqa ushlab turishga muvaffaq bo'ladi, lekin Winnie Puh ozod bo'ladi va Kristoferni yalinishlariga qaramay qizni o'ldiradi. Winnie Puh qizni burdalarga bo'layotganida Kristofer qochadi. Winnie Puh esa uni qochishiga qo'yib beradi va shu bilan film tugaydi. Winnie Puh qon va asal filmi aynan shunday yakun topadi. Filmning ikkinchi qismi ham mavjud. Agar shu haqida ham video qilishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.